Manimcha, karamli do'lmani yoqtirmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bizda bugun iftorlikka karamli do'lma. Ko'pincha iftorlikka yengil hazm bo'ladigan foydali ovqatlar qilishga harakat qilaman. Karamli do'lmani hamma ayollar ham qilishni biladi. Shu sababdan yana bir bor qilib ko'rsatib o'tmoqchiman. Karamli do'lmani qilishim uchun birinchi hamma masalliqlarni mana shu ko'rinishda soq qilib, qozonga solib, to'g'rab, qovurib oldim. Orada salat ham solib qovurib, yaxshilab aralashtirib, har xil ko'katlarni to'g'rab, ularni ham qozonga soldim va aralashtirib oldim. Ortida chesnoqlarni archib, yuvib, tozalab, mana shunaqa chesnoqlarni ham soldim va o'rtada no'xat ham soldim. No'xat albatta dimlamalarga judayam yaxshi ta'm beradi va o'rtada nachinkasini ham tayyorlab oldim. Nachinkasida piyoz, kartoshka, guruch, farsh solib, ularni ham hammasini mana shu ko'rinishda to'g'rab oldim va ularni ham mana bu pishib, qaynab chiqqan hamma karamlarga solib, mana shunaqa ko'rinishda tugib oldim va qozonga hammasini mana shunaqa ko'rinishda pishirishga yubordim. Shaxsan bolalarim uxlaganda iftorlikka mana shunaqa ovqatlarni ham tayyorlab qo'yishga har doim harakat qilaman. Endi mana shunaqa ovqatlarim tayyor. Endi bemalol boshqa ishlarimni qilishga, bolalarimga qarashga, bolalarim uchun alohida vaqt ajratishga hammasiga ulgursam ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan layk kutib qolaman. Videoim manfaatli bo'ldi degan umiddaman.